O'ylab qarasam, hech qachon romantik zavtrak qilib bermagan ekanman xo'jayinimga. Hozir Instagramga kirsangiz, "Voy hojamga, xo'jayinimga" deb shunaqangi zo'r narsalar tayyorlashyapti-ku, bugun men ham ularni xursand qilish uchun ko'rinishda xuddi shunaqa to'stirli nonlaridan foydalanib, noodatiy har doimgi zavtraklarimga o'xshamagan ajoyib zavtrak tayyorladim. Albatta, oyijon adajonga ham qo'shib tayyorladim. Hammamiz maza qilib zavtrak qilib oldik. Zavtrakimiz quruq bo'lib qolmas. Yana ham noodatiy bo'lishi uchun hammamizni rasmimizni chizib chiqdim desa ham bo'ladi. Ko'rinishi shunaqangi bulochkalarini ham zavtrakka qo'yib, maza qilib choylarimizni ichib oldik. Keyin uyimizga ustalar tushgan edi. Ichgan joyimizni bir ro'yga yig'ishtirib, oshxonalarimni ham uburka qilib oldim-ku, obedni harakatini boshladim. Bugungi obedga makaron jarkob. Ko'pchilik usta ishlatganda nima makaron qiladi deb o'ylashadi, lekin men eng sevimli ovqatlarimdan biri makaron jarkob bo'ladi. Men o'zim uslubimda sizlarga ko'rsatib ketdim. Ertalab kechqurun bizning uyimizda janjal bo'ladi. Ya'ni bolalarim bog'chaga ketishayotganda va kelishayotganda nimadir yeyishlik kerak. Bolajonlarim bog'chadan kelishgunligicha ular yaxshi ko'rgan shirinlikni ham tayyorlab tashladim. 15 minut vaqtim ketdi, lekin mazza qilib o'tirib yeb olishdi. Kunimning bir qismini sizlar bilan o'tkazdim. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang.